Ko'kilchil qizlar, H&M'dan kelgan kiyimlarni ochamiz. Tada! Voy, bizda-chi o'zi savanada qish bo'lmaydi deb bilmayman, lekin mana yanvarda bir oygina sovuq bo'ladi. Qor bo'lmaydi, lekin sovuq bo'ladi. O'shanga suvda qolib ketmaydi, har doim mana shunaqa narsalar olib tashlayman. Endi bu bizning ikkinchi yilimiz bo'ladi, ikkinchi qishimiz savanada. Tak. Mana bunaqa jigarrang koftam, yengi uzun и воротничкалari bor. Nafsi jigarrang bo'lib turadi Amerikani magazinlarida. O'zicha to'g'risini aytsam, H&M menga uncha yoqmaydi. Kачествоsi yaxshi emas, Zara'niki yaxshiroq. Endi buchi mana shu bizning havoga yaxshi-da, mana bunaqa qanaqadir rubashkalar kiyib olib yoki yengi uzun такой bluzkalar, водолазkalar kiyib olsangiz ham bo'ladi. No, menga to'g'risini aytsam, kачествоsi uncha emas. Mana bunaqa dvoyka oldim, chunki men постоянно mashinadaman, bolalar bilan o'tga olib boraman, o'tga olib boraman. Menga mana bunaqa dvoykalar ko'p kerak bo'ladi-da. Asli menga yoqmadi, karmashkasi yo'q ekan. Karmashka kerak-da. No, lekin mana pasti sal bir расклешённый, shunisi yoqdi. Mana jiletkasini kiyib ko'ramiz. Endi buni kiyish shart emas-ku, bu bilan jigarrang bo'lib ketasiz полностью endi. Qizlar, mana rubashka bu shim o'zimniki, просто shim kiyib oldim. Bu shim bilan tushmadi. Lekin mana rubashkani qarang, kichkinaligini, bu oversize emas ekan-da. Xuddi maktab o'qituvchisiga o'xshab qoldim. O'quvchisigami, o'qituvchisigami bo'lmadi. Menga mana bunaqa katta rubashkalar yoqadi-da, oversize. Jinsi bilan keyin oversize rubashka bo'lsa, уже ustiga mana bunaqa jiletka kiysangiz, уже boshqacha turadi-da. Voy, menga rosa yoqdi qizlar, bu body aslida yopiladi. Mana bunaqa krioshi bor. Hozirga ahamiyat bermanglar. Almashtirgim kelmadi. Bu uradi hozir. Mana bunaqa shim. Shim menga yoqdi. Meni stilim baggy. Mana pasi sal semirganga o'xshayapti. Yaxshi ham sal kattarog'ini oldim. 4-razmer H&M'dan o'zi har doim kiyardim. Mana. Sizlar mana chiroyli rimeng taqamiz. Butsi yoki krossovka yoki butsilar bilan zo'r ketadi. Ko'rsatmoqchi edim, qarang, даже mashin bilan jiletkani kiysangiz, уже boshqacha deydi. Butsilar bilan, rimenglar bilan yaxshi turadi. Mana keyingisi mana bunaqa qora kofta. Тоже yaxshi. Materiali juda ham приятный. Mana bitta mana bunaqa rafllari bor ozgina. Я думаю, что yaxshi, chiroyli turibdi. Как раз mana shunaqa salqin tushganda shunaqa narsalar kerak bo'ladi savanada. Qish bo'lmasa ham baribir salqin takoy anaqalar bo'ladi. Rimeng yetishmayapti, endi hozir kirgim kelmayapti, bolalarim qidirishyapti, rosa spalniyda. Qizlar, jigaringni oshirib yubordimmi, lekin shunaqa badanga yoqar ekan, umuman sezilmayapti-da. Xuddi hech narsangiz yo'q. Menga juda ham важно, чтобы material yaxshi bo'lishi kerak. Buni dajicha xolasangiz krossovkalar bilan kiysangiz bo'ladi, takoy более спортивный, casual qilib. Xolasangiz buni даже qanaqadir chiroyli na kablukах bitta narsa bilan kiysangiz, chiroyli sumочка bilan sochlaringizni chiroyli qilib, уже как dress out bo'ladi-da. Xuddi ko'chaga svidaniyaga, u joyga borishga ham to'g'ri keladigan bo'lib, yubkalar bilan ham kiysa bo'ladi. То есть это можно har xil o'ynab, har xil narsa qilsa bo'ladi. Angliychasiga aytganda dress up или dress down qilsa bo'ladi. Unaqasiga ham, bunaqasiga ham. Mana qizlar, mana bunaqa polo oldim. Oversize, mana shunaqa o'zi katta bo'lishi kerak. Shimimni o'zgartirmadim. O'sha shim Zara'dan ko'proq shim oldim, hali kelmadi. Yoqdi menga. Menga o'zi mana shunaqa poloskani jinsimanchi. Menda yozga ham, kuzga ham, qishga ham mana shunaqa poloskalar ko'p. Lekin ko'proq ko'k bilan oq yoki qora bilan oq. Mana bunaqa bordoviy, jigarrang bunaqasi yo'q edi. Keyin bo'chi oq bo'lib oqmasdi, kremoviy. O'shanisi ham yoqdi. No, menga yoqasi uncha yoqmayapti, dodamdek, qarang, uncha katta. Qizlar, men buni ko'rsatmoqchiman, jiletka bilan qanaqa turadi. Jiletka bilan ham tushdi, lekin endi men bunisi yoqmayapti, yoqasi g'ashimga tegayapti-chi. Yo'q. Buni qoldirmasam kerak. Qizlar, men rubashkani jinnisiman. Men shunaqa yaxshi ko'raman rubashkalarni, imенно mana shunaqa katta rubashkalarni. Materiali ham buchi HB emasdi. Yo'q, HB bilan yana ozgina mana bunaqa 6 qo'shilgan bo'ladi-yu, takoy yumshoqqina. Mana bunaqa qilib yoqasini ko'taramiz. Mana men o'zi ko'pincha oldini ochib yuboraman, tagidan bitta mana bunaqa topik kiyib olaman-da, oldini ochib beraman. Endi hozir ichimda hech narsa yo'q, kiygim kelmayapti. Bunaqa qilsanglar ham bo'ladi, endi obrazingizga qarab. Даже mana bunaqa tushirib olsa ham bo'ladi, yoki mana bunaqa qilib kiysanglar ham bo'ladi. Rimengni ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, yarmini ichiga qilib, yarmini tushirib olib.
xohlasanglar mana bunaqa qilib boylab olsanglar ham bo'ladi. И mana kuzgi rasvetkasi ham yoqyapti. Bunaqa bluzka ham oldim. Bu endi ba'zi, bu ko'p kerak bo'ladi kuzlarda, qishlarda ko'p kerak bo'ladigan narsa. Yubkalar bilan ham chiroyli turadi. Menda bunaqa kalta yubkalarim bor. Butsilar bilan, kalta yubka bilan, imom bilan yaxshi turadi. Endi buni har xil rangini olish kerak, faqat jigar rangini olib kelishdi, lekin men zakaz qilgan edim. Boshqacha ranglarini ham. Oq, такой бежевый и голубой. Qizlar mana bunaqa rubashka ham oldim. Bu endi ko'proq erlar bilan sedaniga borganda yoki qizlar bilan qatgadir kokteyl ichishga borsanglar, bunaqa chiroyli kablokda tufli kiyib olasizlar. Keyin chiroyli ремень, сумочка вечерний, даже джинсы, mana shunaqa jinsida ham bo'ladi. И sochlaringlarni chiroyli qilib borsanglar. Bu ko'proq такой повседневкаga emas-da, mana. Atlas. Lekin bilmadim, men sal kattaroq bo'lishini xohlardim. Mayli, в принципе, katta bo'lmasa ham bo'ladi, chunki men buni ichkariga qilaman, chiroyli remenlar bilan. Menda bor, Ferragamodan har xil такой chiroyli remenlarim bor. Letka oldim. Buni ham повседневкаga emas, bu более bu joyga borganingizda, chunki mana bunaqa materialli bu fur, mana ko'ryapsizmi? Yo'jiq. Mana qizlar. Ko'rilyaptimi sizlarga? Sal kichkinaroq qilyapti. Qizlar mana buni sesman chiqib ketibdi. Hamma narsani ko'rsatdim deb o'ylabman. Mana bunisi qarang, xuddi jigarrangga o'xshaydi, faqat mana тоже mana shunaqa shiroki teglari, lekin qarmashqasi bor. И rangi to'q bunaqa siniy, ko'k rang. Menga shunisi ko'proq yoqdi. Ana jigarrangni qaytarib beraman, chunki yoqmadi. Birinchidan rangi ham menga tushmadi, ikkinchidan qarmashqasi yo'ligi ham yoqmadi. Bo'ldi. Shu yozinglar, qaysi biri sizlarga yoqdi, qaysi biri yoqmadi.